Salut akalar. Qandaysizlar? Salomatmisizlar? Ishingiz bormi akalar? Xo'sh akalar, bugungi rolimizda sizlar bilan birga o'zi bu parking o'yinida Nexia bilan Gentra avtomobilini test qilib ko'ramiz akalar. Qanday ishlaydi? Albatta akalar, videorolikka like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, o'z fikrlaringizni video ostidagi kommentariyamizga yozib qoldirsangiz, sizlar bilan hamda legendamiz kanal bo'ladi. Akalar, Короче, biz bugun shunaqa qilib birinchi bo'lim mana Gentra mashinamizdan boshlaymiz. Test qilib ko'rishdi akalar. Ya'ni Gentra bilan Nexia 2 ni bugun gazini bosamiz akalar. Albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib o'tirishni unutmanglar akalar. Akalar, nima gaplar? Maktabda aqalli ketobdi. O'ynab kulib borib kelyapsizlar maktabga. Mana bizda akalar birinchi bo'lim Gentra mashinasi bo'lyapti. Keting akalar, Gentrani birinchi bo'lib test qilish boshlaymiz. Gentra mashinamiz mana ko'ryapsizlar akalar, 2025-yil holatiga ko'ra shu holatda juda ham ajoyib. Tak Hop, Gentrani ko'ryapsizlar akalar, tezligi, bu tormozi, gazi, gidi, kak, hammasini ko'ramiz sizlar bilan birga. Mana yurishini ko'ryapsizlar akalar. Qara 5 tormoz hozir power kiramiz sizlar bilan birga. Tak, hop, papa, o'samuni qo'yaylar. Next Gentra shiddim yomon ko'ryapsizlar akalar. Hop, papa, ko'rasiz qilmayapti akalar, power qilmayapti. Shuchida akalar bu вообще. Tak. Keyin tormozini sinaymiz akalar. Keyin hozir birinchi tezligini sinashimiz kerak. Bu qanaqa holatda, nima holatda bo'ladi? Gidek, kagda, zachim. Amaliyotga stream qilish nima bo'lyapti? Akalar, stream qilish harakat qilyapman, lekin o'xshamayapti akalar. Ko'ramiz, xudo xolasa. Nasib endi stream qilib qolsak. Hop. Juda power nito kirdi akalar, biz juda nito akalar. Tak. Hop, papa akalar, qani? Ketdik. Go loyla. Qotgan loyla. Gazini bosinglar akalar. Hammaga naushnigingiz qanday? Naushnig yo'qolib qoldi akalar. Topa olmayapman akalar naushnikni. Tak, hop, mana hop bo'lamiz akalar. Hammaga o'sha oktyabr keldi, sovuq chiqish, qarloq kiyinmasin dechlar akalar. Meni xonam issiq. Meni xonam sovuq chiqmaydi akalar. Dekabr oyida, keyingi oydan o'sha qarloq kiyinib zapslar yozaman endi akalar. Hozir sovuq yo'q ama. Hozir uncha sovuq yo'q ama ertamadan qatirib qo'yaman akalar, to'g'risi. Yomg'ir yog'di akalar ertamadan. Yana tish tufriga bordim akalar bugun. Borib hozir kelib mana zaps qilyapman akalar. Короче, tishni yana to'g'ratirdim akalar, og'rib qoldi akalar. Shunaqa gaplar, biz hayotimizda shunaqa narsalar bo'lyapti akalar. Oxirgi marta yozda bordim. Ikkinchi marta borishim akalar, shu doktor, tish doktoriga bordim, onangni nimaga. Ishoninglar, kecha akalar ikkinchi kuni ketish payt shunaqa og'riyapti, tishda aytaman akalar. Shunaqa og'riyapti, endi bu orqa vach chidamolmayapti loyla. Hech kim chidolmaydi, sizlar chidolmasdinglar loyla. Dedim akalar. Ko'ryapsizlar akalar? Mana Gentra mashinamiz. Endi to'tinglar. Amaliyotga bu tezligini sinamasa, bir tormozni ham sinamasa, bo'ldi akalar. Hoppala. Короче, hozir endi buni aka tormozi. Go. Tormozi loy chut akalar. Tormozi loy. Qani dars hop. Mayli deymiz aka, ko'z yumamiz, bunisi ko'z yumamiz. Biraz katta tezlikda yuramiz. Katta tezlikda borib turib, tormoz bosishimiz kerak akalar. Tak. Akalar 60 ga bitta obunachi qoldi. Davay, gazini bosamiz akalar. Obunani bosinglar. 100 ta bo'laylik. Tak, qani. Tormoz. Chuta nito akalar, chuta loy akalar bu. Tikran. Yaxshi akalar, yaxshi. Qani? Yana boshqatdan sinab ko'ramiz akalar. Hammaga uzoqlardan bosinglar, hop akalar, hop. Mana. Mashina ham urg'ul akalar. Ko'ramiz, qani Nexia 2 ni ko'ramiz bundan keyin. Yana dars boramiz akalar, yana dars va tormoz faqat tezlik, tormoz tezlik akalar. Tushunyapsizlarmi? Meni mashinani tezligi hammaga qiziq. Tormozni ham sinab ko'rishimiz kerak. Tormoz qanaqa ushlaydi, hali avtohalokatda bo'lishi mumkin, uzoq ko'rsatmasin. Ko'ryapsiz, sekin kelib turib tormoz bosaman, Gentra to'xta olmayapti, cho'ta. Nexia 2 ni ham bir holatini ko'ramiz akalar, qani. Tak. Hop, dars bosamiz qani. Amaliyotga siz tez yuryapsiz sizlar. Yo'q akalar, normal tez yuryapmanmi? Hozir yursam akalar. Mana. O'ylamaki uzoqlardan bosib shans qilib berdim bu Nexia 2 hozir Gentraga. To'xta olmadi cho'ta. Tak. Qani, gazini bosamiz. Gazni bosamiz akalar. Like bosib o'tinglar, qo'llab-quvvatlab bizni akalar. Yana sinab ko'ramiz. Davay. Tak. Ko'ngillarga nima bo'ldi hozir? Nima bo'ldi akalar? Hozir bunday ayam shu yomon ishdimi akalar? Dim yomon cho'ta akalar va shu Gentra. Mashu akalar. Bo'pti, qani Nexia 2 ni qo'yaylik qani akalar.
Gentrani ko'rdinglar akalar mana holatini. Nexus 2 ni ko'ramiz sizlar bilan birga qani. Nexus 2 nima deyapti? Где, как, почему, когда, zачем. Nexus 2 ni ko'ramiz. Mana akalar Nexus 2 legenda deydiganlar, Gentra legenda deydiganlar ham bor akalar. Oramiz qani hozir endi buni birinchi mashq holatda tezligini ko'ramiz akalar. Ammo nima buni uzoq holatda qilyapsiz sizlar akalar? Endi mashinani hali jozibasini ham ko'rib turishimiz kerak-da. U tezligini bitta ko'rib o'tira olmaymiz buni akalar. Tushunasizlar? Qotib qolgan loylar. Like hop hop. Tiydi, power tikren hop tiydi. Tezligi ketdi akalar buni qani. Hop. Yaxshi. Hop. Hop sekin harakat qilamiz. O tiydi akalar, tiydi, burchak tiydi Nexus 2. Nexus 2lar akalar va shu Nexus 2lar 2008 dan 2016 gacha chiqqan nishada buni akalar. Endi bilishim bo'yicha mana bilmadim. Tak. Hop akalar. Hop. Tak hop hop to'lab turlar akalar 5 minut hozir 5 minut. Hozir 5 minut sabr qilib turasizlar loylar. Tak davom etamiz aka, davom etamiz. Nima bo'ldi desizlar akalar? Yosh sabr og'zimdan narsa chiqaveradi akalar, anaqa ekan. Ovqat ekan akalar. Ben tishdan aqasmikin deb qo'rqib ketibman akalar. Laklar bosib o'tinglar akalar. Tak. Hozir doktordan keldim aka, doktordan kelib zapis qilyapman akalar. Tak hop 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 ko'ryapsizlar aka, Nexus 2 hop hop yaxshi. Hop, mana o'zimizning legendarniy Nexia 2 akalar. Buni o'zi bir ham o'ynaganmi degan akalar, bu Nexus 2 qaysi mashina nima qildi akalar? Tekshir, Nexia bilan Nexus 2 ni tekshirib to'g'rimi akalar? Endi Gentraman Nexus 2 ga topdi akalar. Keyingi safar ko'ramiz, qani Damas'mi, Matiz sinab ko'ramizmi? Endi akalar yana bir qator sinab ko'ramiz, qani mashinani. Yana bir qator sinaymiz. Tak. Ko'par harakat qilamiz akalar, ko'par harakat bo'lmaydi. Bu yerda ketmaydi akalar ko'par harakat. Tushunasizlarmi? Maktabga chiqildi sizlar akalar, ertaga maktabga keldim, onasini aytdim. Chaqirib aka. O'zi bu yerdan olmoqchi edim o'zi akalar. Meni o'qituvchi bunga ham am keldi akalar. Ha, meni gap eshitib olmasin. Endi u ham qotib qolgan loyiga o'xshab, endi telefon qilib pas akalar. Shuning uchun chiqib keldim akalar. Nima qilaman boshqa to'g'rimi akalar? To'g'ri-da. Hop. Tak, yaxshi. Hop. Yaxshi safarvoy, yaxshi akalar. Hop. Hop, papa, yaxshi. Hop akalar. Yaxshi. Tezligini ko'ryapsiz akalar. Bu men anaqa qilishim bo'yicha bu jamona zo'r tezlashib olmayapti. Bo'pti akalar. Buni bir tezligini ko'ramiz endi akalar, qani. Nexus 2 ni endi. Tezligini ko'ramiz akalar. Hani video qancha prosmotr oladi ekan, videoni prosmotrni ko'raman akalar men. Ertaga 13:00 da chiqadi, 4-oktyabr soat 13:00 da premyera bo'ladi bu video akalar. Tak, qani hopman, to'rimizni ko'raylik, hopman aka. Yurishga ko'z yumamiz, to'rimizni ko'ramiz. Pastki Gentra bilan bir xil akalar bu ham. Unaqa yomon tomoni yo'q deymiz, endi o'zbek mashinalari ba'zi akalar bular. Ko'ryapsizlar mashinaning holatini, aynan o'zingizlar ko'rib baho beringlar akalar mana mashinalarimizga. Shu holat akalar, tormozlari buni mashinasilari. Hop, yana bo'pti. Hop, dash bosamiz akalar. Ishonmay yo'q. Ko'zlaring yuzimdan ketmaydi. Tormoz. Baburullar, loylar ko'ydan baburullar, apasi jilni marras. Hop, yana ko'z yumamiz akalar, yana ko'z yumamiz bunga. Qani hop. Tormoz. Shuni ham urildi, qotib qolgan loy. Hop, akalar, hop. Qani. Yana bir sinab ko'ramiz. Bunday ham urilsa endi uyatida endi akalar bu. Uyatida endi akalar, ko'ryapsizlarmi akalar mana? Вообще easy akalar, Nexus 2 ham endi siqmaydigan mashina akalar bu ham. Bilasizlar, men uzoqroq jo'natib to'xtatmagan. Gentrani ham unaqa ko'rmadim. Keyingi rolik akalar, xudo xolasa Damas bilan Matiz bo'ladi. Keyin undan keyingi rolikka yana o'ylab ko'ramiz qaysi mashina. Mana shu o'zbek mashina tugagandan keyin bu o'yinni final qilishimiz mumkin akalar.
Albatta akalar, videoroligimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bugungi videoroligimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, o'z fikrlaringizni video ostimizdagi kommentariygacha yozib qoldiringlar akalar. Albatta keyingi videorolik bu videoligimiz haqidagi, bu o'yinimiz haqidagi videorolik Damas'ma match sinab ko'ramiz. Ko'ramiz xudo xolasa akalar, qanaqa bo'laligidek kak deb. Albatta videoligimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar akalar. Sizlar bilan har doimgidek Legenda Uzbek kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat akalar. Sizlarni yaxshi ko'raman.